Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın arkadaşlar, aziz muhterem kırımdaşlar. Hammalarının uşaq hayırlı olsun. Ben bu Tor Facebook'ta gap qilmay degandim. Bugün bek qiziq bir ish bo'ldi. O'sha Uyg'ur bizni to'p deganga ozroq bir ketilib bir soatdek ketilgandan keyin bu Uyg'ur bizga to'pninki shuari Sharq Turkiston liqlarning Xitoyga qarshi teşkilatlarının hemsini kollayımız diye biz tuttu. Bunu da 6-7 bizdeki admin varken Amerika'daki müşküllasma aşılarınki adminken. Hem de şu dünya hukukunu maktaydıkken sürgün hükümetler Şark Türkmen Kanada'daki Şark Türkistançılar kaparatını kollaydı. Hem de bu bir parangı bazarken benim bu yer çıkıp değişim gibi maksat olamaz. Hem de gerçi bu okunum. Muşu Türkiye'de 6 Uygur tutulup birisi kaçıp gitti dep muşu haberini belgenin yakı bütün Uygurlar hücum kılıp vay münafıklar tutuldu, casus tutuldu, Türkiye fazla kurulgan buldu dep bu uyuyu kebatısına vermişler. Bu benim özümden şahsi fikrim. Ne bileyim sana özelanlıkta. Riyana saldırısı da Taşkışla Ministri, Türkiye'nin yaşananlar Taşkışla Ministri Mevlüt Çavuşoğlu Uygur dep elan kılındı. İşkiler bakanlığı haber geldi bizge Uygurlar kıldı deb elan kıldı. Şundaqmı? Bütün dünyaya elan kıldı. 30 neçeden ötürüp etken Kırgız şerefsiz. Qanda oldu? Aşılar hata kılganlığıdan bu soruda Seyit Tümtürük Kaysır'daki aşılarga neç kıtımlap aşında narazılığını bildirdi. Aşı yazımlık özel kalemini bu soru görmüşler. Türkiye'deki bir devlette, ben Türk vatandaşı, ben 7 yıl Türkiye'de yaşayan, Türkiye için canımı verme. Türkiye bugün Amerika ile uğraşıp kalsa, biletimle gelip Türkiye'ye gidip asker bulup Amerika'ya karşı uğraşmaya arkadaşlar. Ben Kanada'da 13 kişi oldu. Ama Türkiye'deki bir devletin bütün şu siyasetçileri olsun, medyaları olsun, Yahudi bilen Amerika'nın kolunda. Tayyip Erdoğan'ın kuluda adapte bir neçesi. Tayyip Erdoğan'ın kuludaki bir neçilan medya var. Kalan hemmisi Amerika bilen Yahudi'ninki, Ermeni'ninki, Avrupa'nın kuludaki medyalar. Kuluşlar birlik kardeşler. Hem de muşundak bir şaraitin özünde şu Uygurlarını meyli o Mekke'de bağın olsun, meyli meçhis sağın olsun da bir muc misallarını getirip de kardeşler. Bir Müslüman, Allah kokusu boğan Müslüman o Xitayning TikTok'ta puluğa, TikTok'ta abroyuğa birer tuqqun ötürəkəgə uya berib unda xaylı qılmaydı. Mən bilib qoyuram. 2011 mən məmləkətə bağa vaxtımda mening aşxanamga, restoranımga kamera o'rnatilganga, aşağıda bo'lgan ahvollarni men bildirganga, menga $2000 maaş verilganga, ikki qizimni dunyoning har qanday yerida o'qisam shu yerga avatib turganga shundaq degan. Ben 25 gün durup 3 aylık vizeyle bir qaytib kelib telefon qilib ağzımı buzib turdim. Şu dünyadagi eng sert gaplar bor. İkinci telefon qildi. İkinci telefon. Hem de mening qizim, cho'ng qizim to'liq o'tirgan, to'liq o'tirgan. Şu Badavanda Yanluda ve Badavanga berib o'qidi 3-6 omlishim. Mening opamdadan ulab ketgan, men degan bir yitim deb Ali maktab imtihon berganda shundaq men yitim bola deb to'ldirib imtihon berdi. Hem de kardeşler, şu adamların içinde belki birisi, bağ buluşu mümkündür. Hemmisi de bunda karlı etmeli. Bu şu Xitayning taktikisi bilen Türkiye'deki Zeynur Kerim'dek, Sabır Buğra'dek, Kadir'dek, rehber Kadir. Zeynur Kerim'ninki, tağısınınki oğlu. 3 kişi bir nevre. Aşılan bir neçe isim atanılmayan biz bilmediğin Nurbun milli münafıklarınki şu közçü biri bilen şularning arzi bilan tutgan adamlar. Rossiyada qolsa vaqt hammasini isbotlaydi qarindoshlar. Turkiyada Abduqodir Yapchandek akamizni 2 yil sulab qo'ydi. Nazorat altida. Halgo u yerda 500'lük mehmonxona yasun, dunyoning 500'lük mehmonxona, 700'lük mehmonxona yasimi o'zining erkinligidan mahrum qolgan yerning o'zi turmaydi qarindoshlar. Ma Kanadadan bo'lgan İbrahim Karim shu taqtiqni so'zlab men damollam deb 45 gün yetib Kanada'ya ekip koydu. Türkiye kiremeydi. Hem de sizler oylap bakın arkadaşlar. Muşu Dünya Uygur Kurultayı'dan iş kılatkan Dünya Uygur Kurultayı'nın ki pak reisi bankat, dolpun hesap olsun. Kanada'da
muhacirlar çıkan zaman Mehmet Doktor Van pak olsun. Neden Türkiye'ye baramaydı bular? Bular neden Türkiye'ye baramaydı? Çünkü Türkiye hükümeti bularning ahlak, aşı pul, kayak kim pul verse şurada dumlap tuturgan, başkalarının lakşugri, bularning tasmasını tuturgan neden boğalık için kiremeydi kardeşler. Ya bular tulan Türkiye tulap boğan emas, Türkiye tulap gelgenler bular. Meni Türkiye kiremeydi, ben Türkiye kireleyme, meni ayalim, kitadigan vaqtida ajrashishga chidamay yaxshi ko'rgashgan. 2012 yılı ben Kanada'ya geldim, 2015 yılı ben tutuş buyruğu çıkardı. 2 qatim sotqa kelmedi. Şunun için kirgen gümrükten kirgenlikin tutulsun, yakılınıp ifadesi elinsin dedi. Ben çok bir avukat tutup onu pak kızıp azı sicilimde hiç kandak nesem yok. Zeynure Kerim erzı kıtmış, yeni birisi erzı kıtmış, yeni birisi erzı kıtmış, hemiz kuruktu. Arkadaşlar, biz çetlerde yaşayotgan Uygurlar, biz özümüzün hali bilen Xitayga karıştırıştan başka hiç kandak halimiz yok. Bizdek bir millet yok. Filistin'de ölüvatkanlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah dep tevhid kelimesiyle ölüvatın. Balları ölüp gitmasa hoşup külüvatıdı. Çünkü Allah'ın dergahıga, Allah'ın cennetine gidivatıdı. Kıyamette şu şehit boğan narsıdı ballar Allah'dan şu atanız için şefaat dileydi de bilgeç gidivatıdı. Biz çok ata-analarımız, urug-tuqqanlarımız, sınıf acılarımızı ötürüyüp basa, yok kılıyıp basa, biz aşılarının soğurğunu kılalavtamdık, delalavtamdık. Biz çetelde uçi, buçi de birbirimizle hacaydıgan, birbirimizle tıllaydıgan, birbirimizle ayıplaydıgan, biz şunda adam mı biz? Öyleki bir karapaklı kardeşler, biz nimiş kıvatımız, nimigi tayinip, nimimizge yuğançılık kılıp, birbirimizle tıllap, birbirimizle ayıplayımız, kılan işimiz var. Mağvelki Tuğul Hamid degan çiplas yo'qolib ketganda bir magazin. Şu Hidayetullah Oğuzhan deganning onasini tillab, ayolini tillab, narsini baldarni tillab bel o'tirib chiqdi. Qarindoshlar, Payg'ambar alayhisalom bir hadisida kimki bir odamning onasini tillaydi ekan, o'zining onasini tilgan bilan o'xshash degan. Onang bilan jimo qilaman degan bo'lsa, o'zining onasi bilan jimo qilgan o'xshash degan. Sahobalar, "Ya Rasululloh, bu qandoqga, bunda bo'lamdi?" deb so'raganda, uning onasi sening onangga o'xshash ona. Bu ananın ayak astı kıkallık, öz ananın ayak astı kıkallık okşaştı. Aşı Tuğul Hamid, hazır aşı Hidayetullah Oğuzhan tıllıgan gaplarının hemmesi özünün anısının aşına kıkallık, cima kıkallık, zina kıkallık okşaş. Hazır aşı Tuğul Hamid'in ötürüşünü öz alal. Hakikaten alal. Bizdenki şeriatimiz boğan olsa, biz İslami şeriat yaşayan olsa, devletimiz boğan olsa, Tuğul Hamid'in çokumuz dargası tutup. Kalısın sürü tutup. Aşı Zulfiye Tursun deganning shunday qiladi. O'zining opsidek odamni, aşı buzuqdan buzuqcha, uningda aşı bütün yotqanning ichi belning ostidan tilgan uchun. Meni haqlar og'ziman, og'zini buzuq tillayotgan munofiq alomat bor, tamam? Buni og'zini buzuq tillash munofiq alomati. Ben bu insonlarga chiroyli gap qilib ayrimxon gap qilib o'tkazolmagandan keyin mishaga chiqqan chiplas, rodupay, haramdan bo'lgan, şu kispuruş, münafık, casus de tıllayma. Amal yok mu? Bunu tıllıgan ben hoşup etmeyim arkadaşlar. Bir adam insan özünü azaptıgan için başkalarını azaplayalıydı. Şundan bilmiyor. Hem de öyle bakımlar iyi arkadaşlar. Mekke ihtiyar muhbir olsun, Zeynure Kerim olsun, Tuğul Hamid olsun, Zümrüt Tursun olsun. Bunların hem de ağzınlarına ağıdak adamlar emez. İsmini ataş emas. Qalab bunda qarab tükürüşning o'zi mo tükürüküm ziyon bo'lgan odamlar. Ammo lekin haramdagi Makka nima Yaponiyadagi Ahmad Mehmetga ilqurdim bo'lsin, ma o Amerikada bir pod yantu podaqchi ekan Tashaxun deydigan. Shu Tashaxun bo'lsin. Uningdan boshqa Amerikadagi bir necha mush dunyo urqudagi Mehmet Doktor bo'lsin, Shavkat Qeri, xotini Qanjuq Gülşen Abdülkadir olsun, Dolkun Eysalab olsun, bunların hepsi hem de tükürüşkün var, tükürüğümüz ziyan boktuğum adam. Nime için insanlar milletle kaymak durup, piştini terip, oturlukta cidel görüp, tamaşa görüp, Xitayning bergan puli, nima deb sanlar Xitoyning bergan puli sanlar, Iroq qilishgan, nima deb ini degan qanday Xitoy bo'ldi? Ini Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar eng jiq pulni shular berdi. Bularning birisi Amerika bilan Xitoy.
Şu puldan kelgan pulni inide dunyoga quldiq berdi. Shuning uchun u pul haramdimi? Haram, ashuna bir pul. Haydi. Hey, I'm just here to pick up a check for the filter contract. Oh, this landlord come to the 5:30. Comes when? 5:30 he's come to work. You Oh, today. yeah. Okay, I told her I was coming this morning, but Okay, alright. okay, thank you. Şununla qarindoshlar, bu ishlarni shunda bu demak bu nima desanglar, mushundaq odamlarning gapiga kirib, Turkiyadagi ba'zi bir o'ylab qo'yinglar, Zaynura Kerim, ha, shu Xitoyga xohlagancha berib keladigan 1000 kilo malini aeroplan silib olib keladigan, bir pul to'lamaydigan, men Xitoyga bunday yaxshilik qilarsam delab, so'qishib, ashuna qila oladigan odam koronadan keyin Ma'ul Bilal Yıldırım deb yumshaklash va Amerika, Kanada, nima Turkiyaninki qatnash ministri. Uni boshbakan qildi. Ashu yumshaklashdan dadidan İstanbulni qo'ldan ketkizdi. Ashini aday qilgan. Uningdan boshqa qarindoshlar, bir insonninki AK Partiyaning bir odamning chapini aday qilgan bo'lsa-mu, İstanbulni tutatdi. Ashu odamning yumshaklashligidan, Türk millati, ashu bir Ermeni, Türk bo'lmagan ismi Ekrem İslam o'g'li bo'lgan bilan munofiqning birisiga shahar boshliq qo'ydi. Qilayotgan to'jining yaqin bo'lgan ishni hamma bilsizlar deyman. Hamda mushu Turkiyadagi CHP, Ana Vatan Partisi degan sharafsizlarninki amaliyotda ishlaganlari bo'lsin, hokimlari bo'lsin, advokatlari bo'lsin, soqchilari bo'lsin, jamoatdonlarimiz bo'lsin, mushu AK Partiyaga o'y bermisin, Uyg'urlarni o'y bergizmaymiz deb mushundaq bir o'yinlarni o'tirg'i chiqarib hozir Uyg'urlarning qalasini qaymoqtiradi. Bu ishdan xabarlardan ya AK Partiyaning xabari va ya xabari yo'q. Xabari bo'lgan holatimi bu o'tirg'i chiqqandan keyin ashular bir-birlar kechirim so'raydi yana. Shuning uchun qarindoshlarim, ma chapan o'tni ko'may turib chapanni o'tga sevatmayli, pitning ochiqida. Suvni ko'may turib ishtonni selib yalang'och qilmayli qarindoshlar. Bunda qilib ketmanglar, sadagan ketay. Ashu Turkiyada 6 Uyg'urni tutib akatdi desa, gulqaqalar echilib ketgan, undaq yozmalarni yezib ketgan Uyg'urlar o'zingizga bir qarab beqing. U namoz o'qisa, haji qilsa, yaxshilik qilsa, bolalarini boqsa, oilasiga yaxshi o'tsa, xayr saqovat qilsa, siz uchun emas, Alloh rizoligi uchun, o'zining jinining taqdirligi uchun qiladi. Mana bu. Ammo lekin siz uningga unda baho berib, Turkiyada bir saxta tashviqot qiladigan, saxta medianing oldida, ashularni sizning qilishingiz, thank you. Bu qat'iy to'g'ri kelmaydi. Yana birisi, siz unda qildigan holatdagi salohiyatga ega emassiz. Nimaga ega deb gapirayman? Ya Allah, shu Uyg'urlarimizni shu yerdan sog'-salomat qutulishiga, xatolashgan bo'lsa tavba qilishiga, xatolashmagan bo'lsa, ularning naq shularning qulida izlib kishidan sen o'zing hazar ayla. Biz bir ojiz millat, shu Xitoyga qarshi turgan ideyamizni, bizga kuchlantirib bergan jasoratimizni, Uyg'urning ichidagi ixtilofni tugatib, bir-birimizga ittifoqlashtirib bergan deb duo qilgan edasiz. Uningdan boshqasining hammasiga qaynoqsin. Shuning uchun qarindoshlar, biz bir odamni ayblaydigan, bir odamni tillaydigan, bir odamning kaynidan gap qildigan, uningga baho qo'ydigan onamizning, ochimizning, sonimizning haqqi yo'q. Shuning uchun g'ayratni dachanda qisib, duo qilib, ashunga yaxshilik uchun, yomon ish gaplar ketmasligi uchun qilishimiz kerak. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tashqi ishlar ministrliği, ichki ishlar bakanlığı, Uyg'urlar qildi, Uyg'urlar deb bizga xabar keldi, Uyg'urkan deb bütün medyalarda e'lon qilib, Uyg'ur olmay boshqa millatdan biri chiqib qolgan shundoq bir medialarning oldidagi ishlardan hozir bir 6 Uyg'urni agirib ketdi deb qaralashtirganga ochingizning haqqi bormi sizning, onangizning haqqi bormi? Türkiye Cumhuriyeti'ne bir xat yozdim. AK Partiyadan tortib, shu amaliyot müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'dan tortib. Sen ben aşağıda deb başladım. Senin ananın hakkı var mı? Doğu Türkistanlıklarını ekirip sulap, bir işgal sulap koyup, onun için bir hata sulap koyup da hata kendine koyup, hiç kadar ikametini ben aşağıda yaşavatkan Uygurlar kullandığınca. Ise Xitayga verip, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Özbekistan'dan Uygurların aşağıda deport koyup varsa, bular Özbek, Kırgız deyip, bular Xitayga gidip ülü otudur. Sen kıyamette bunun hesabını vermemse, sen Allah'dan korkmamsa, sen kandak edem sen. Yazıklar olsun, 20 yılını yaksan belki bizdeki oylarımızdan hep acayiplen dedim ben. Hem yüzekim delaleyim ben, korkmağım yok. Beni Türkiye'ye kapasam, beni sulap koysun.
Ben birini bir deb yazsam, talada o hakkı suxançılık kılıp, g'aybat qilib, xalqning ko'ngliga azob berib, pishtin tagandan at turmudi jim yetib, g'aybat shikoyatdan uzoq turganim yaxshi mening. Shuning uchun men Amerikadagi yo'lbos degan qog'oz yo'lbos haromdan bo'lgan shu. Men og'zingni buzmasan, okey? Sening qilgan siyosating ichiga qaynoq suv. Sen siyosat qilolmaysan, sen yaloqchidan boshqa narsa emassan. Okey? Bir vaqtida Zumrat Tursunning yaloqchisidan, endi o'g'anda shu Umar Qanotlarningki, Do'lqon Esalarning yaloqchisi bo'lib ketibsa, sen admin qilib qo'yibdi, dunyo Uyg'ur biz degan shu to'pqa meni butunlay yuyitibsa yoqasan. Bu sen bu yerda u sen lager shoirlarini birisini undaq, birisini bundaq deydiganga ularning tirnig'ining kirib olmaysan. Okey? Lager shoirlarga yordam qilganlar Alloh rizqi uchun yordam qilgan bo'lsang, uning savobini olasan. Uni minnat uchun qilgan bo'lsang, u riyo bika bo'lib ketdi degan gap. Shuning uchun bir odam bir yaxshilik qilsa, uni demaysiz. O'ng qo'li bersa, so'ng qo'li bermaganlik asosida uqmaydigan holat qilish kerak. Shuning uchun aziz Uyg'urim, aziz millatim, biz butun dunyoga o'yin qo'yib turish emas. Voy, men nima degan ittifoq millat ham bu bir-birisi shu ilqi mavu balborsuq deb bir hayvon bor ekan, shirlardan tortib qo'rqtirgan og'zi mushil qapqar kichik dumbisida bir oq yo'lliq bor. Hergiz bir jo'rini tashlab qo'ymaydi ekan jirqishlarning oldiga. O'lib ketsin, o'lib yudir ekanki, bir xoinlik qilmaydi ekan yiniki o'zininki shu jinsiga. Bizim shunda bulayli uyushqoq bulayli qarindoshlar, unda qilmaydi. Bu o'lib turgan jon bugun bor, erta yo'q biz. Bir Uyg'urni xorlab, og'zimizdan chiqqan gap, og'zimizdan bu demasdan burun bizning o'g'onlar deganki boshqalarning gapi u. Uni ig'ulanmaymiz. Qarishtirib adam halol qilmasa qiyomat uning hisobini oladi Alloh bizdan. Allah sherik keltirmagan bo'lsa, haqning haqqini yemagan bo'lsa, musulmonlik altimiz kelsak, Allohning rahmatida jannat kiramiz. Buning ishonchim komil mening. Men haqiqiy islomda mong'il 93 dan tortib turmuq kirgandan tortib musulmon bo'lgan. Uni oldin musulmon deb, ismim musulmon deb. Bundan chilik qazonamizim bo'lgan, har namozim shu qazonamizimni Alloh qabul qilsa, qabul qiladi degan umid bilan qilyapman. Ammo buni o'zim uchun qilyapman, boshqalar uchun emas, boshqalar uchun yaxshi ko'rinish uchun emas. Birisiga yordam qilsam, o'zimning jinining tatliqligidan qilyapman, boshqalar uchun emas. Hammadan shu. Shunda bo'lganki siz xalqning namozini, ibodatini, hajisini, qilgan yaxshi ishini, uni o'tirga chiqarib qaralmang uni. Uning haqqingiz yo'q sizda deydiganga. Salohiyatingiz bu yo'q. Duo qilib qo'ying. Vaqt kelganda shu odamlar chiqib, ashlar xatolish tutilib qopti, asli mundaq ishgan deb qolsa, o'zingiz ham mat bo'lasiz, ham xor bo'lasiz, ham yog'onchi tuhmat qo'ladan bo'lib qolasiz. G'aybat qilgan odam bir insonning go'shini yegan bo'lsa, tuhmat qilgan odam nima bo'lganligini men demasam yaxshi bilasiz bo'lsiz. Shuning uchun qarindoshlar, mayli olim bo'ling, mayli maqol yozadigan shoir bo'ling, mayli hikoya, roman yozgan yozuvchi bo'lib keting, nima bo'lib ketsangiz bo'lib keting, o'zingizni bunda bir tumurungizni tutib beqib, aynak qarab beqib, shapkangizni qo'yib qo'yib, undan keyin baho bering qarindoshlarim. Kim bo'lsangiz bo'ling. Emmanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Mush mening eng oxirgi qadim gap qilganim qarindoshlarim. Bundan keyin bu 4 soatligimni ko'rinmayman. Ramazon kelyapti. Bir oy Ramazonni o'zimning ibodatini o'tkazmoqchi. Endi qarindoshlarim, haqqi baho berishdan burun men nima ish qilgandim deb boqaylar. Men bunday uchun deb yashayman. Burun shu Ramazonning oldi, shu 2023 bo'lsin, uning oldida bo'lsin, bilib bilmay ismini atab tillab qo'ygan qarindoshlarimdan tovanchilik bilan kechirim so'rayman. Og'zimni buzib qo'ygan bo'lsam, ulardan tovanchilik bilan kechirim so'rayman. Haqqimni halollashlarini umid qilaman. Mendan o'tib ketgan, sizlardan o'tib ketgan men tarafga gap qilgan bo'lsam, men haqqimni halol qilib etdim. Zeynura Kerim, shu Gulshan Abduqodir, Mehmet To'xtaydining boshqa, meni arz qilgan shu 360 insondan boshqa hammasiga haqqimni halol etdim. Chunki bir Uyg'urni Xitoyga deport qilaman deb arz qilganlarning hech qanligini halol hal qilishning o'zimi to'g'ri emas deb o'ylayman. Musulmon qisos elishda chuqum qaysar bo'lish kerak. Musulmon bo'zak bo'lishning o'zi harom islomda. Endi shuning uchun qarindoshlarim, hammanglarga tovanchilik bilan so'raydiganim bir-birimizningki mayli mening bir dushmanim navodi men hozir mush ismini atgan odamlardan birisini tutib akirib ketsa, yo o'lib ketsa, men ashlarningki Allohning gunohini mag'firat qilishiga, ashlarning yotgan yerining jannat bo'lishiga, ashlarga üzülmayman. Yana üzülme. Çünkü benim milletimde o.
Qağımı qapqar balasını appaq degenge o'xshash. Ammo lekin men ularga baho berib pichdiganga mening salohiyatım toshmaydi. Mening emas. Xeyli odamning salohiyati toshmaydi. Peygamber Aleyhisselam'daki bir zat, Allah Teala bu dünyaya rahmet qilib yaratgan bir zat. Ya Fatime, senin bir kısım Fatime oğurluk kalmışsın kulunu kesettim. Ben kıyamette bunun hesabını veremediğim bir peygamber çıktı şu gibi de olsa. Sen bilen ben kim o bunda dedi kanka. Hakını harlap, bunda dimenla, aklımla, ular diyen uçe deyip bunda şu kanka. Ya sana pul verip dikizotan diye yaşına getiren. İnsaf kılayla ya kardeşler. İnsaf kılayla. Malal muşak hayırlık olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.